Bilishim bo'yicha oldin avtobus va metroga ortiqcha yuk bilan chiqqanda qo'shimcha to'lov bo'lardi. 4000 so'm edi adashmasam. Hozir elektron tizimga o'tilganda bu to'lov qanday amalga oshirilyapti yoki bekor qilindimi? Bu hozirgi kunda to'g'ri elektron to'lov elektron tizimga o'tkazildi. Bu bo'yicha hozir avtomatlashtirilgan to'lov tizimi operatorlari orqali qo'shimcha to'lov amalga oshirish tizimi ham ishlab chiqilmoqda. Bu tez kunlarda o'zini natijasini ko'rsatadi bu. Hozirgi kunda ortiqcha yuklangan yuk uchun hozirgi kunda to'lovni amalga oshirish imkoniyati cheklanib turibdi. Bu yaqin kunlarda oz vaqt qoldi, yaqin kunlarda o'zini bir aniq yechimini topadi bu bo'yicha. Joriy etiladi. O'sha elektron tizim joriy etilgan payt bu haqida o'ylab ko'rilganmidi o'zi yoki Elektron tizim joriy etilganda bu haqida o'ylab ko'rilgan. Har bir bank plastik kartasi bo'ladimi, avtomatlashtirilgan to'lov tizimini o'zini ATTO kartasi bo'ladimi, bularda tranzaksiyalarda har bittasi programmalashtirilgan holatda bir marta to'lov qilishga moslashtirilgan yoki bank plastik kartalari bir va undan ortiq to'lov qilishga ham moslashtirilgan. Bunda ikkinchi marta to'langanda yana qayta to'laysizmi, yana qayta to'lamoqchimisiz degan savol chiqadi validatorlarda. Uni bosganda yana qayta to'lov qilish imkoniyati bor, lekin bu ortiqcha yuk bilan chiqilgandagi alohida to'lovlar uchun tizimga alohida o'zgartirishlar kiritish boshlangan. Unda o'ylab ko'rilgan bu narsa, hammasi hisobga olingan. Yaqin kunlarda bu masala o'z yechimini topadi bu masala.